Aradan keyin o'sha ona yotgan g'aribgina kulbani, g'aribgina derazasini tagidan 1000 marta u yoqqa o'ting, 1000 marta qaytib bu yoqqa o'ting, tongda o'ting, tunda o'ting, qayta o'sha nido eshitilmas ekan. Bolam, keldim. Qo'limizni to'ldirib to'ylar qilamiz, kazo-kazolarni chaqiramiz, oldiga borimiz ayamay to'kib sochamiz. Lekin ikkala ko'zimiz, ikkala quloqimiz, qalbimiz, vujudimiz, borlig'imiz o'sha derazaga tikilgan bo'ladi. O'sha tanish chehra ko'rinarmikin? O'sha nido qayta eshitilarmikin? Bolam, keldim. Yillar o'tib, yana o'sha darvoza oldiga yarim tunda kelamiz. Berk darvoza oldida bir muddat to'xtab qolamiz. Sababi oddiygina. O'sha topganimizni